Xalqimizda qalovini topsang, qor ham yonadi degan ibora bejizga aytilmagan. Kishi izlansa, intilsa, har qanday muammoga ham yechim topa olishi mumkin. Boysun tumanida istiqomat qilayotgan izlanuvchan vohadoshimiz bugungi elektr energiyaga ehtiyoji mavjud bir davrda elektr toki va yoqilg'isiz ishlaydigan suv chiqaradigan mexanik nasosni sinovdan o'tkazdi. Muxbirimiz Dilnoza Mamarayimova ayni jarayondan hikoya qiladi. Boysun tumanidagi Munchoq qishlog'i hududidan Sherobod daryosi oqib o'tadi. Biroq daryo o'zani 20-25 metr chuqurlikda bo'lgani sababli ushbu hudud aholisi tomorqalarni sug'orish uchun elektr toki yoki boshqa yoqilg'i turlarida ishlaydigan nasoslardan foydalanib kelishadi. Bu esa ortiqcha elektr energiya va mablag' sarflanishiga sabab bo'ladi. Munchoqlik izlanuvchan vohadoshimiz Shaydulla Turopov bu muammoga yechim sari izlandi va yaqinda mexanik usulda suv chiqarish qurilmasi orqali sug'orish tizimini yo'lga qo'ydi. Bu 200 yillar chamasi oldin yasalgan ekan. Angliya, Germaniyada, Rossiyada ixtiro qilingan ekan. Shu takomillashib, keyin texnika rivojlanib, elektr energiya rivojlanib ketgandan keyin bu narsaga ehtiyoj kamayib qolgani uchun shunday holda qolib ketgan ekan. Shu sharoitda o'zimizni moslashtirib ishlash uchun qiziqib, shu tizmalarni izlashtirib, to'klarga yo'ndirib, yasab, sinov tariqasida biz shuni qisqa vaqtda 2 kun ishlatib qo'ydik. Ishlaganiga to'liq biz sharoitda ishlashiga ishonch hosil qildik. Balandligi 15 metr atrofida 50 lik ishlangan, 150 metr ishlangan chiqarildi. Bu mosamadan 2 metr balandlikda suv bo'lib tursa bo'ldi. 1,5 metr, 2 metr balandlikda bosim bilan suv ishlab ketgandan keyin shu mosamaga kelib uriladi. Havo qisilishi natijasida o'zini o'zi ishlatib yotadi. Bu o'rtacha taxminan bizning sharoitimizda 5 yil 10 yil ta'mirsiz kecha-yu kunduz ishlaydi. Buning afzalligi shu 32 lik yoki 50 lik turbaga chiqargandan keyin sotkasiga hisoblab ko'rdik. 32 sekundda 20 litr, 1 minutda 40 litr suv chiqaradi. Demak, buni sotkaga aylantiradigan bo'lsak, 50 necha tonnaga chiqib ketadi ekan. 2 sotka ishlatib qo'ysak, ikkita hovuzda yoki kilyonkada oddiy hovuz qilinadigan bo'lsa, katta ventil bilan bir necha gektar joylar suvlab olsa bo'ladi. Faqat jildirab turgan ozroq og'adi, lekin doimiy oqgani uchun bemalol suv to'plab tejasak bo'ladi. Qahramonimizning aytishicha, bunday usulda sug'orish tizimini yo'lga qo'yish birinchidan xavfsiz, ikkinchidan iqtisodiy tomondan mablag' tejaydi, uchinchidan esa ekologiyaga hech qanday zarar keltirmaydi. Bu ekologik toza, yoqilg'isiz ishlaydi. To'ksiz ishlaydi. Yoqilg'i yoqib, atmosferani ifloslantirmaydi. Mablag' tejaladi. Buni chiqarishga mablag' shu to'kurlik ishlari yoki mosamalarni topib qo'yish uchun mablag' bo'ladi. Demak, hozirgi zamonda shu bozordan boshqadan shu Toshkentdan men to'kurlarga yo'ndirib, ishlatib olib kelib, yasab, o'sha yerda yasab tayyorladim. Oddiy material endi bu mehnat kam talab qiladigan uchun oddiy gaz ballonni qo'yganmiz. Bundan kattaroq o'lchamda yasaydigan bo'lsa, katta masofalarga, katta uzoq joylarga yasasa bo'ladi. Endi qishloq sharoitimizda shunga bo'ladi. Demak, shu mosamada bundan kattaroq bo'lsa ham bo'ladi, bundan kichikroqi ham o'rtacha holatda yasab chiqarganmiz. Buni o'zida 4 agat, 3 agat shunday suvni suvlab turadi kecha-yu kunduz. Buni baliq ko'llarga, havuzlarga ham bemalol chiqarib turaversa bo'ladi. Elektr energiyasi uzoq bo'lgan joylarda muammo bo'ladigan joy buni o'rnatib qo'yadigan bo'lsa, bir oqova suv 160 lik turbaga loyiq suv daryoda tekin oqib turgan bo'lsa, endi biz daryolarimizda suv ko'p. Agar shunday kamroq soylarda 150 lik diametrdagi turbalarda bemalol foydalansa bo'ladi. Bu g'oya endi elektr energiyani hozir davlatimiz tejab muammo bo'layotgani uchun barcha O'rta Osiyo xalqida jahonda elektr energiyasi tanqislik bo'layotgan paytda shu elektr energiyasi barham hissamizni qo'shish maqsadida qishloqlarda ham shuni o'rnatib foydalanish istagi tug'ildi menda. Shu bo'yicha izlanib shuni yasab endi sinovdan o'tkazdik. Xullas, har jihatdan samarali bo'lgan mexanik qurilma orqali nafaqat aholi tomorqalarini, hattoki bir necha gektardan iborat bo'lgan yer maydonlarini ham sug'orish imkoniyati mavjud.